Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan ultra cross bo'ladi. Bu videomizda esa men parkur qalasini yengmoqchiman. Ya'ni parkur qalasini. Ichi parkurlarga to'la. Shuni biz yutamiz. Mana bu. Ko'rganingizdek juda ulkan. Shunday parkur qilib o'tishimiz kerak. Agar o'ta olsak, like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Unda qani go. Ketdik, mana eshiklarni yopamiz, buni bosib qo'yish kerak. Shunday birin-ketin qilib parkur qilaveramiz. Normali emas. Sekinlik bilan ketaveramiz. Yo'q. Tezlik bilan qani go. Men parkurda uncha zo'r emasligim uchun ko'proq yiqilyapman. Mana shunday parkur qilish kerak. Ana judayam oz qoldi. Ikkinchi qavatiga. Shunday qilib bu bino ikkita qavatli. Parkur qilamiz. Yana shunday. Mana ikkinchi qavatiga ham yetib qoldik azizlar. Bu ikkinchi qavatda oddiy temir blok emas. Unda skeletda kallalari qatnashgan. Ya'ni o'sha kallalarida parkur qilamiz. Mana shunday asta bosamiz. Bunday shaklimiz bu asta. Shunday qilamiz dag'ning. Mana shu kichkinagina kallaga yana sakrashimiz kerak. Uddaladim. Yo'q, bo'lishi mumkin edi azizlar. Ozgina qolyapti. Yo'q. Bunday boshdan boshlaymiz. Birinchi urinish bo'lmasa, ikkinchi urinish bo'lmasa, uchinchi urinishlarda albatta o'xshaydi. Shunday qilib asta-sekinlik bilan tepaga chiqamiz. Video tez tugasa, meni omadim kelgan bo'ladi. Uzoq bo'lsa, men omadsiz bo'laman. Albatta tez bo'ladi degan umiddaman. Bunday bu ikkinchi qavatdan o'tganimga ham like bossalaringiz arziydi azizlar. Uchinchi etajda esa ko'rganingizdek sandiq bor. Mana u orqamda turibdi. Va mana ichida nima borligini ko'rmoqchi bo'lsangiz like bosinglar va obuna tugmasini ham bosinglar. Bu taxtachada esa water drop qilishimiz kerak. O'sha yerda water drop qilamiz. Ana ichidan esa suvni olamiz. Keyin qani go. Men uddaladim azizlar. Endi sizlar video yoqqan bo'lsa like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Qani go. Shu 3 qavatni o'tdim endi. Kim qila oladi? Kommentlarda yozib qolinglar. Shu bilan videomiz tugaydi. Keyin boshqa videolar chiqishi uchun nima haqida bo'lishi uchun kommentariyada nima haqida sizga yoqadigan shunaqa parkur yoqsa sizlarga boshqa qismini chiqarish uchun like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Qani go.